Aka buyruq berib bo'lmas ekanda aka. Seni yuragingda. Oyim yuborarmikinlar? Yuboradilar. Nimaga sevmovchi javob beryapsan? Birovni bolasini o'zimdan o'zim uyimda olib ketolmayman-ku. Sutma-sut yugurib yurgandan ko'ra tinchgina bolani berib yuboring. Men bolamni bermayman. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Nima? Kim? Baxtiyor aka. Qaysi Baxtiyor? Opa, jonni eri. Nima? Lazonni eri Baxtiy bordimi? Voy, bola uxlayapti, ha? Aziz xatni oldi, lekin ishonmadi tirikligingizga dedi. U o'ylandi singizga deb aytdi. Men rostmi deb ishondim. U kelin qo'ynida, u Barnoni kelin qo'ynidagi turgan videosini ko'rsatdi. Qanaqa qilib ishonmayman? Barno baxtli bo'lsin deb harakat qildim. Keyin Turkiyada Asalga yordam berdingiz. Hali sen u Asalni taniysanmi sen? Asal menga aytdi. Eri uylangan ekan, bitta o'g'li bor deb aytdi. Men Barnoni o'g'li deb o'yladim. O'shanda Asal uyiga chiqqaningizda men ham o'sha yerda edim. Men uyga kirdim. Nimaga men shu yerdaman demaysan? Nimaga? Siz Barnoga uylangansiz deb o'ylagan. Seni esing joyidami? Sening uylangan taqdirimdayam nimani bilasanmi? Qanaqa qiynaldi bu bola? Bolang uchun ham kelmaysanmi? Bunda nima aybida? Baxtiyor aka meni ishontirdilar. Yana Baxtiymi? Men o'ldiraman uni. Voy, Aziz aka. Maraz.